Salom, bugun sizlar bilan biz Zegoz o'yinini o'ynaymiz va sizlarga ham o'ynatishingizni tavsiya qilaman. Men ko'p vaqtlarda mana shu o'yinni o'ynayman. Horror o'yin. Bu Granny o'yinidan ham qo'rqinchli menimcha. Mana shunaqa joylar chiqaradi. Men birinchisini tanlayman va mana bu sozlamalari Create'ni bosamiz. Keyin kiradi, mana kiryapti. Kutamiz. Mana kirib qoldi. Mana shunaqa joydan chiqasiz. Xarita bor. Bu xarita emas. Bitta odam yozuv qoldirgan. Granny'ga o'xshaydi. Sal o'xshash taraflari bor, lekin bunda ko'proq horrorlar bor. Mana shu yerdan ham chiqish mumkin. Mana liftda pastga bandga degan bo'ladi. Men pastga bosdim. Pastga ketsang ham shunday, bandga ketsang ham shunday ketaveradi. Bu horror-da endi. Mana 6-qavat deydi, lekin 6-qavat bo'lishi kerak emas edi. Bu 7-bo'lishi kerak. Bu shuning uchun horror deydi. Bilmaysan qaysi nimaga tushganingni. Mana bu. Ovoz eshitilib ketyapti. Bu horror juda zo'r o'yin. Bu o'yin sizlarga ham tavsiya qilaman. Play Marketga The Ghost deb yozsangiz chiqaradi. Harflab aytadigan bo'lsam T H E G H O S T. Mana shunaqa bo'ladi. Sizlarga ham tavsiya qilaman albatta. Internetda ulanib o'ynasa ham bo'ladi. Xona ochaman, alohida server o'ynaymiz. Men endi yaqinda ham shunaqa stream qilmoqchiman. Ko'pdan bo'lib streamdan o'ynaymiz. Onlayn. Sizlar ham kirasizlar degan umiddaman. Men do'stlarim bilan ham o'ynab chiqaraman. Yutishga harakat qilamiz. Buni ko'rganman, lekin yutib ko'rmadim hali. Birinchi etajgacha keldim, lekin oxiri boshqacha bo'lar ekan. Bu joylar yo'q. Mana shu to'g'ri bilan shu yer bilan mana shu yo'q. Boshqacharoq. Bir narsani ovozi kelyapti. Mana shu taraf yo'q, to'g'rimizdagi mana shu taraf. Shu yerdan aylanib ketsangiz bo'ladi. Mana shu taraf ham bor edi. Ana bu yog'i yo'q edi. Birinchi levelda yutish qiyin menimcha. Birinchi levelda maxluq ko'rganim yo'q edi. Keyin pin berib qoldi-da, bo'lmasa ko'p odam bo'lib o'ynayotgan edik. 7-xona. 7-xona emas. Etaj. Mana shu yer yo'q edi. Birinchi birinchi etajga kelganimizda bu yer yo'q edi. Mana shu yurgan yo'lim shu yerdan ana bu tarafi bor edi. Qotyapti. Kechirasizlar, bu o'yin megabaytini aytadigan bo'lsam 800 megabayt. Qo'rqib ketdilar. Zo'r o'yin olsanglar, horror, Granny'dan ham qo'rqinchli o'yin. Sizlarga ham tavsiya qilaman.
Mana buni qaranglar. Juda ham qo'rqinchli a. Shunaqa yozuvlar bo'ladi o'zi. Qo'rqitish uchun. Mana bu yerga kirsang ham bo'ladi. Mana panelga qaratib ko'rasan maxluq yoningga kelib qolsa, shu yerga yashirinsang bo'ladi. Agar o'yinni tushunmagan bo'lsanglar, ikkinchi qismini chiqaraman, o'zim yutishga harakat qilaman degan kommentariyada yozib qolinglar. Savollar ham yozinglar. Like ham bosinglar, obuna ham bo'linglar. Qaranglar, hozir men sizlarga fokus ko'rsatib, boshda ichiga kirib keyin chiqib turib lift baklanib qolsa, mana mana. Yana o'ldik. Top. Mana natijamiz. Zo'r harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Albatta kommentariya ham yozing. Sizlar bilan Phoenix bo'ldi. Xayr.